Qizlar oyoq kiyimim juda ham qora holda, lekin gap bu haqida emas. Do'konimizga yangi oyoq kiyimlarni sizlar uchun obzor qilmasam bo'lmasdi qizlar. Shu oyoq kiyimlarni necha pul polislar sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, 100 ming so'mdan qo'yordik. Mana bunaqa chiroyli baletkalarni, yubka bilan, shimli bilan kiysanglar bo'ladi. Qaranglar, orqasi gelbi. Bular ham 100 ming so'mdan qizlar. Mana bunaqa setishni havo o'tkazadigan oyoq kiyimlarimiz bo'lsa, sizlar uchun 50 ming so'mdan qo'yordik. Mana bunaqa chiroyli tapchiqalarni bo'lsa, onajonlarimiz uchun 75 ming so'mdan qizlar. Mana bu yerdagi oyoq kiyimlarni ko'rishingiz mumkin. 79 mingdan qaranglar, qanaqa chiroyli toshli mazza qilib ko'chalarga kiysanglar bo'ladi. Qizlar kiyganingizda zo'r turadi. Gap bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi oyoq kiyimlariga keladigan bo'lsak, 79 ming so'mdan qo'yardik. Klassik obraz yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun tezroq ulgurib shoshilib qolinglar. Sizlar uchun skidka narxda qo'yardik. Qizlar hamma narsani aytaman, ming bor kechiringlar. Ma'mulotdan tashqari sizlar uchun ma'mulotdagi oyoq kiyimlarni 79 mingdan qo'yib olishdi. Qizlar ko'rishinglar mumkin, razmerlari bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Ma'mulotdagi oyoq kiyimlarni 79 mingdan sizlar uchun qo'yib olganmiz. Ma'mulotdagi tapchiqalarni bo'lsa 35 ming so'mdan qo'yib oldik. Tezroq ulgurib qolmasanglar, qolmay qolishi mumkin. Qizlar ma'mulotni ham sizlar uchun 100 ming so'mdan qo'yib oldik. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Tezroq kelmasanglar, shu yerdagi oyoq kiyimlarni o'zim olib ketib qolaman.